Assalomu alaykum. Dasturlashni o'rganishni xohlaysizmi, lekin yillar davomida kod yozishni o'rganishga vaqtingiz yo'qmi? Yoki kodlash juda murakkab tuyuladimi? Men sizga ajoyib yangilikni aytmoqchiman. 2025 yilda dasturlash butunlay o'zgardi. Endi bir qator kod yozmasdan turib, professional dasturlar, veb-saytlar va tizimlar yaratish mumkin. Qanday qilib? Sun'iy intellekt yordamida. Tasavvur qiling, siz tashkilot uchun ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimini yaratmoqchisiz. Ilgari buning uchun dasturlash tillarini yillar davomida o'rganish, minglab qator kod yozish va har bir xatoni qoldi tuzatish kerak edi. Endi esa siz faqat sun'iy intellektga to'g'ri so'rov yuborasiz va u sizga tayyor kod, tayyor tizim yaratib beradi. Bu kursda biz aynan shunday ishlashni o'rganamiz. Biz kod yozmaymiz, biz sun'iy intellektni boshqaramiz, yo'naltiramiz va uni bizning g'oyalarimizni hayotga tatbiq qilishga majbur qilamiz. Kursda nima o'rganasiz? Ushbu kursda siz quyidagilarni egallaysiz. Birinchi, professional promptlar yozish. Oddiy so'rovdan professional natijagacha yo'l bosamiz. Ayga aniq topshiriq berish va natijani butunlay o'zgartirishni o'rganamiz. Ikkinchi, xatolarni tushunish va tuzatish. Ay xato qilsa nima qilish kerak, xatoliklarni qanday tez aniqlash va ay yordamida debugging qilish sirlarini o'rganasiz. Uchinchi, sun'iy intellekt bilan professional ishlash. Qaysi vazifa uchun qaysi ay vositasidan foydalanish, loyihalarni bosqichma-bosqich qurish va murakkab tizimlarni ay bilan yaratishni o'zlashtirasiz. To'rtinchi, ma'lumotlar bazalari bilan ishlash. SQL so'rovlarni ay yordamida yozish, database loyihalash va real loyihalarda ma'lumotlar bilan ishlashni o'rganasiz. Nega bu kurs boshqacha? Ko'plab kurslar sizga kod yozishni o'rgatadi. Lekin bu kurs haqiqiy kelajak haqida. Katta kompaniyalar allaqachon ay bilan ishlaydigan mutaxassislarni izlayapti. Google, Microsoft va startaplar hammasi ay yordamida ishlovchi dasturchilarni qidiryapti. Chunki tezlik, samaradorlik va innovatsiya hozirgi vaqtda eng asosiysi. Va eng zo'ri, sizga 4 yillik universitet darslari kerak emas. Faqat to'g'ri yondashuv kerak. Bu kurs kim uchun? Bu kurs sizga mos keladi, agar siz dasturlashni noldan boshlamoqchi bo'lsangiz. Vaqt tejab tez natija olmoqchi bo'lsangiz. Biznes g'oyangiz bor, lekin texnik ko'nikmalaringiz yo'q bo'lsa yoki freelansida xizmat ko'rsatmoqchi bo'lsangiz. Yoshingiz va tajribangiz muhim emas. Muhimi o'rganishga tayyorligingiz. Biz bilan kelajakni bugun boshlang. Kurs jarayoni va natija. Kurs amaliy mashg'ulotlarga boy. Har bir mavzudan keyin real loyihalar yaratamiz. Bizda step by step yondashuv va portfolio yaratish imkoniyati bor. Kurs oksirida siz o'z biznes g'oyalaringizni teknik amalga oshira olasiz. Keling, real misollarni ko'raylik. Online do'kon boshqaruv tizimi, CRM tizimi yoki shaxsiy blogingizni yaratishingiz mumkin. Bularning barchasi kod yozmasdan, faqat sun'iy intellekt bilan. Bu imkoniyatlar endi hamma uchun ochiq. AI bu kelajak emas, bu hozir. Minglab odamlar AI yordamida startaplar ishga tushirib, daromad topishni boshladi. Savol shunda, siz bu imkoniyatdan foydalanasizmi yoki chetda turasizmi? Qaror o'zingizning qo'lingizda. Keling, birgalikda bu sayohatni boshlaylik. Birinchi darsda darhol amaliyotga kirishamiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik.